Uyg'ur qiz ayollari qadimiy davrdan boshlab bosh, quloq, bo'yin, qo'l barmoqi va o'rimi chashlarga zinnat buyumlarini taqash, selish orqali jinsiy farq ayrimisini ifodalash bilan birga go'zallikni qo'g'lishish odatini shakllantirgan. Bu odat o'zining qadimiyligi, ilmiyligi va estetik mazmunining cho'nqurligi bilan mashhur. Uyg'ur qiz ayollari ilgari kiyim bo'lib, quloq, bo'yin, o'rimi chashlarga so'ngakdan yasalgan halqa, bo'yin asqu, choch asqularni, mis, qosh tishi, oltin kumushdan yasalgan o'tg'at, halqa, uzuk, choch asqularni, kahrava, marjon, marvoyitlardan ishlangan bo'yin asqularni ishlatgan. Uyg'ur qiz ayollarda shakllangan zinnat buyumlarini taqash odati faqat go'zallik qo'g'lishib maydonga chiqqan bo'lmasdan, balki xoslikni gavdalantirish bilan bir vaqtda zinnat buyumlarining shifoliq roli va estetik rolidan foydalanish asos qilingan. Tövanda Uyg'ur ayollarining eng qadimki zibu zinnatlarini tonishtirib o'tamiz. Halqa. Mahmud Qashqariyning Turk tilla divanida halqaning umumiy atalishi küpa bo'lib, uning yana to'lg'a qatorliq o'xshamagan shakllari bo'ladiganligi bayon qilingan. Hozirgacha saqlanib qolingan Uyg'ur an'anaviy halqa turlaridan zira, yerim oy shakllik halqa, so'ka, uzunchaq kelgan sangilaydigan halqa va mo'nchaq halqa qatorliqlar bor. Mo'nchaq halqini ko'pincha kichik, bo'yiga yetmagan qizlar taqaydi. Shakliga qarab yana oy halqa, chechak halqa, gilos halqa, badam halqa, qulub halqa qatorliqlar bor. Bo'yin asqu. Eng ibtidoiy bo'yin asqu ayollarning bo'yniga bo'ri o'shig'idan 9 donasi yipqa o'tkazilib, esib qo'yiladigan bo'yin asqu bo'lib, divanda tilga ilingan bo'yin asqulardan bo'z monchuq va to'y kechasi kelinga taqab qo'yiladigan bo'g'moq qatorliq turlari bo'lib, zanjir shakllik bo'yin asquni bo'g'moq, chambar shakllik bo'yin asquni balqon deb atalgan. Choch asqu. Uyg'ur ayollarining choch o'rimlarini o'zaro chetish va tutib turish rolini o'ynaydigan kahrava, kumush, feruza qatorliq qimmatlik madanlar bilan yasaladigan bezak bo'lib, choch danga, jala va chetiq qatorliq turlari bor. Jala bo'qish bilan chochqa qo'shilib o'riladi. Uzuk. 11-asrda yuzuk deb atalgan bo'lib, hozir kepinak shakllik uzuk, patnus uzuk, qushqash tili uzuk, tilla uzuk, gullik uzuk qatorliq turlari bor. Belayuzuk. Loplardagi kichik daryo vodisidan qizivilingan, bundan 3800 yil burungi tarixga tava bo'lgan ayol jasadining o'ng qo'lining beg'ishida bir dona qosh tishi belayuzuk bo'lib, belayuzuk bir qancha tal qizil ranglik yung yiplarni qosh tishining to'shigidan o'tkazib yasalgan. Uyg'ur ayollarining belayuzuki sidam belayuzuk va gullik belayuzuk deb bir qancha turlarga bo'linadi. Oltin, kumush, javohiratlardan quyiladi.